Masjidlarga ohista yurib borishlik. Dinimizda o'zi masjidlarga imkon qadar piyoda kelishlikka targ'ib qilingan. Har bir qadamimizga ajr bor, mukofot bor, mag'firat bor. Bir qadamimiz gunohlarimizni kechirilishiga sabab bo'lsa, biri darajatimizni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Qancha masjidga piyoda kelsak, shuncha ajri savobi ulug' bo'ladi. Albatta endi yaqin bo'lsa, agar kimdir masjidga avtoulovlarda keladigan bo'lsa, transport vositalarida boshqargan holatda keladigan bo'lsa ham shoshmasdan, birovlarga ozor, aziyat bermasdan kelishi lozim bo'ladi azizlar. Xususan juma namozlarida ba'zilar shoshib o'sha mashinasini yo'lda o'rtasiga yo birovlar o'tadigan joylarga qo'yib ketadi. Bu ibodatimizning ajrini, savobini kamayishiga sabab bo'ladi. Chunki biz boshqalarga ozor berib qo'yamiz. Shu uchun namozga shoshib kelishdan payg'ambar alayhisalom qaytarganlar. Shoshmasdan ulgurganimizga ulgurgan holatda kelishimiz kerak. Xususan endi namozga kelar ekanmiz, biz birovlarga aziyat berishdan mutlaqo saqlanishimiz kerak. Chunki biz ibodat uchun kelyapmiz. Ajr, savob olish uchun kelyapmiz. Birovlarni ranjitib, birovlarni yomon holatlarga qo'yib kelishlik bu namozxonga yarashmaydigan odat. Mana shunga qattiq amal qilishlaringizni so'rab qolaman azizlar. Biz har bir narsada o'rnak bo'lishimiz kerak. Namozga kelayotgan musulmon shoshmasdan, viqor bilan yurishi kerak. Hatto namozga iqomat takbiri aytilsa ham shoshmasligi lozim. Chunki bu payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmalari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarda aytadilarki: "Iza uqimatis solatu fala ta'tuha tas'auna." Agarchi namozga iqomat aytilsa ham shoshib kelmang dedilar. Ba'zilar shu iqomatni eshitib qolsa yugurib kirib ketib qoladi masjidga. Qaytaryaptilar bundan payg'ambar alayhisalom. Shoshib kirmang deyaptilar. Wa'tuha tamshuna alaykumus sakina. O'zingizga sakinatni lozim tutgan holatda yurib kiring dedilar. Qarang. Sakinatni o'zingizga lozim tutgan holatda yurib kiring, yugurmang dedilar payg'ambar alayhisalom. Fama adraktum fasallu. Qayeriga yetib ulgursangiz, imom bilan shuni ado eting. Va ma fatakum faqdu. Agar yeta olmasangiz qazo qiling. Ya'ni o'zingiz o'qib oling dedilar. Qarang, nima bo'lsa ham yugurib kelib qo'shilib olgin demayaptilar payg'ambar alayhisalom. Rasulullohning ko'rsatmalari, odoblari. Demak, shu uchun imkoniyatimiz darajasida harakatlanib kelishimiz lozim hisoblanar ekan.